Oilali erkakni sevaman, u ham sevadi. Ikkita bolasi bor, baxtli bo'lamiz. Oho, sizni yaxshi ko'raman, opa. Meni yaxshi ko'rasizmi? Meni ham ikkita bolam bor. Tasavvur qiling, meni erimni sevasiz. Biz xotinlarni aybimiz taqdirimizga tan berib shu bolaga turmushga chiqqanimiz. Bolalarim yetim bo'lmasin deb chidaganimiz. Ota-onamizni yuzi yerga qaramasin deb sabr bilan yashaganimiz. Bizni aybimiz nimada? Balki qizlar siladagi qichig'imiz bilan takoy qizmasdirmiz. Lekin ko'z ochib ko'rganimiz erimiz sabr bilan bir kun erim yaxshi bo'ladi deb yashayapmiz. Bizni o'zingizga dushman bilayotgan o'ynashlar, ikkinchi xotinlar ozgina bizga ham joningiz achisin. Biz sabrdan yaralganmiz. Xudodan qo'rqing. Oilali erkakni yo'ldan urayotgan paytida bizni dushman demang, shunchaki Xudodan qo'rqing.